Gaymaritda ko'plar davolanadi, keyin yana qaytalanadi. Ya'ni gaymarit tez qaytalanishiga sabablari nima? Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Men Murodov Ilyos Saimovich, mana shu lor sohasida 26 yillik tajribaga egaman. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda mana shu gaymaritda qaytalanish sabablari haqida tushuncha berib o'taman. Gaymaritda tez qaytalanib qolish sabablarida birinchi o'rinda bemorlarda burun to'siqning qiyshiqligi bo'ladi. O'sha burun to'siqning qiyshiqligining hisobiga gaymarit rivojlanadi. Ya'ni mana bu yerda ko'rsak, masalan, burun to'siqi qiyshayadi. Qiyshaygan vaqtda bu yerda shilliq qavatlar shishadi. Shilliq qavatlar shishganda gaymarit bo'shlig'ini o'zini teshigini yopadi. Ya'ni shilliq qavat shishgandan keyin yopiladi. Mana shu ham qaytalanishga sabab bo'ladi. Ya'ni agar gaymarit bo'ldi, sizda burun to'siqning qiyshiqligi bor, gaymarit davolab bo'lgandan keyin o'zi lor vrachlar tavsiya qiladi, burun to'siqni to'g'rilab yuboraylik, o'shancha gaymarit bo'lyapti dedi. Agarda siz gaymarit davolanib turib, burun to'siqni ham birato'la to'g'rilatib ketsangiz, demak gaymaritni qaytalanishini oldini olasiz. Bu bir. Keyingi sabablari hozirda vaqtda allergik kasalliklar juda ham ko'p. Chunki ekologiyamiz yaxshi emas, changlar ko'p. Bunda burun bo'shlig'ini o'zida, ya'ni o'zi etmeydanlik kataklar deymiz, o'sha yerda poliplar o'sishni boshlaydi. Ya'ni bu allergiyaning hisobiga bo'ladi. O'sha poliplar o'sadi-da, bu yerda yana o'sha poliplar o'sib, bu gaymarit bo'shlig'ining chiqayotgan teshigini yopib qo'yadi va bu gaymaritga sabab bo'ladi. Va bunda ham o'sha polipotamiya yoki endoskopik polipotamiya deydi, o'sha jarrohlik amaliyoti bajarilsa, gaymaritning qaytalanishini oldi olinadi. Keyingi sabablardan biri, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, gaymarit bo'shlig'ini tubi tish qatorlari, ya'ni 4-chi, 6-chi, 7-chi tish qatorlari to'g'ri keladi. Bu yerda tishda kariozni tishlar, ya'ni kariozni tishlar bo'ladigan bo'lsa ham, o'shalarning natijasida gaymarit kelib chiqaveradi. Siz gaymarit davolaysiz, lekin tishga e'tibor bermaysiz. Va bu gaymaritga sabab bo'ladi. Ya'ni gaymaritni davolab, birato'la tishda ham davolansa, demak, gaymaritni qaytalanishini oldini olinadi. O'tganlarimiz bu anatomik sabablar edi. Endi umumiy sabablari kamqonlik ham sabab bo'ladi. Ya'ni kamqonlik bo'lgandan keyin organizmning o'z-o'zidan immun sistemi ham past bo'ladi. Bu ham gaymaritni qaytalanishlarga sabab bo'ladi. Yoki oddiy shamollab qolasiz, o'sha shamollab qolganda gaymaritni to'laqonli oxirgacha davolanmaydi. Bu ham keyinchalik gaymarit bo'lib turib, bu surunkali gaymaritga sabab bo'lishi mumkin. Yuqoridagi sanab o'tganlarimiz o'sha gaymaritni qaytalanishiga sabab bo'ladi. Agarda sizda ham mana shunaqa gaymarit muammolari bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.